Real Madrid tarkibida o'ynagan haqiqiy vahshiy maxluq. Futbolga doir eng sara videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Thomas Gravesen 2005-yilda Real Madridga o'tganida futbol olami hayratda qolgan edi. Zidane, Ronaldo va Beckham kabi nafis texnika egalari bo'lgan Galacticos yulduzlari orasida bu daniyalik tayanch yarim himoyachisi o'zining o'ta qo'pol, shafqatsiz va tajovuzkor o'yin uslubi bilan yaqqol ajralib turardi. Uning maydondagi o'ziga xos jinniliklari sababli ispan muxlislari uni vahshiy yoki maxluq deb atashgan. Gravesenning harakatlari haqiqatan ham hech qanday qolipga tushmasdi. U kutilmagan joydan raqibga qattiq tashlanar, ko'zlarini baqraytirgancha tinimsiz yugurardi. Gravesen mashg'ulotlarda ham o'zini tuta olmasdi. Yosh Robinho bilan ro'y bergan mashhur mushtlashuvi uning qay darajada jizzaki va nazoratsiz ekanligini isbotlagan. U Madridda atigi 1,5 mavsum o'ynadi, ammo qirollik klubi tarixida eng noodatiy va unutilmas aqldan ozgan jangchi sifatida o'zining o'chmas izini qoldirdi.